وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas, o'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas, jingalaklik va silliqlik o'rtasida edi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiftlari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. U zot oxirgi payg'ambar edilar. U zot g'oyat qo'l ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rostgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Dastlab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qoladi. U zot haqlarida so'zlagan odam men u zotdan avval ham keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim der edi. U zotni ko'rgan, u zot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti.